O'tgan yil ham mana shu joyda sizlar bilan ko'rishgandik. Bashta 70-80% ustozlarimiz bilan mana bugun ham mana shu baxtli kunga chaqirganlaringdan bag'oyatda xursandman. Sababi sizlarni ko'rib, biz yoshlarga juda katta shijoat, mardlik bag'ishlaysizlar. Buni juda yaxshi biladi. Chunki ustozlar ibrati biz yoshlarga shijoat, g'ayrat, kuch, quvvat baxshida etadi. O'tgan yil ham aytganman, otam ham shu Pribaltikada 15 ta MTQ davlatlarida xizmatda bo'lgan, Germaniyada bo'lgan, shu To'raqo'rg'onda Shahand qishlog'idan asli kelib chiqishi Farg'ona, Qo'qonda Ganjiravon degan qishloq, Frunze qishlog'ida tavallud topgan. O'rinboyev Inomjon Obidjon o'g'li, farg'onaliklar bo'lsa juda yaxshi taniydi. Ozgina sabablarga ko'ra otam ozgina mazalari yo'q uyda. Nima deyman, o'shalar nomidan kelib mana shu yerda turganimdan rosa xursandman. Ilohim bizga ham sizlarni yo'llaringni, sizlarni yoshlaringni bersin. Doimo mana shu yerda o'tirganlar qatorisidan ayirmasin, adashtirmasin. Mana shunday bayramlarda yuz ko'rishish, diydor ko'rishish hammamizga doim nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Avvalambor haqiqiy saodat nafas olib turgan onimizga shukr qilishdir. Mana bugun sizlar bilan diydor ko'rib uchrashyapmiz. Bir yil o'tibdi, qaranglar. O'tgan yil sizlar bilan mana shu yerda uchrashganmiz. Xush kelibsizlar Namanganga, Namangan shahriga. Kam bo'lmanglar. Hammasini mana yerda diydor ko'rib, xush kelib mana shu yerda uchrashganimiz bilan Allohga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu yerda hammasini o'zining hissasi bor. Hammasi hayot tajribasi juda boy insonlar. Bir doston yozish mumkin har qaysi hayotini. Har qaysi farzand, har kimda mana shu yerda o'tirganda farzandlari, qizlari, bolalari, nevaralari, chevaralari Xudoyim bersin. Albatta bersin. Mana bugun diydor ko'rishyapmiz. Hamma to'g'risida ko'p gapirishimiz mumkin, lekin mana shu sizlar oralarida bir inson turibdi, Oliy To'ra Mirza. Mana shu meni shogirdim ham nima deydi, do'stim desa ham bo'laveradi, o'sha yoshi ham katta, 60 dan oshgan. Avvalambor 60 yoshdan keyin ijodkor bo'lman. Markaziy Osiyoda Adabiyot va san'at akademiyasining akademigi, To'ron yozuvchilarining a'zosi, istifodagi podpolkovnik Oripov To'ra Mirza. Bir nuroniy 10 yoshli mas'ul musobaqasida Angrenda 1-o'rinni olgan. Toshkent viloyatida 1-o'rinni olgan. Bundan tashqari ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlangan oilasi bilan 4 ta farzandi bor, nevaralari bor. Markaziy Osiyoda davlatlari ichida Oripovning 4 ta she'ri butun jahon yozuvi shoirlar oltin fondiga kirdi. Bu O'zbekiston yozuvchilarida yo'q. Endi qaranglar, yashasin, yashamoq bo'lmasu osuda, o'zbek ayoli buyuklik timsoli, do'st qadri 60 tilga tarjimon qilingan. Mana bir insonlarimiz. Mana bizda sizlarning quroldoshlaringiz mana shu yerda turibdi. Avvalambor sizlarga hammalaringga sihat salomlik, tinchlik. Avvalambor mana do'stimizga ijodi yana ham ijodkor bo'lsin. Buni yaqindan nima deydi, ko'rsatuv bo'ldi. Ko'rdilaringmi yo'qmi? Ko'rdik, ha. Nihoyatda chiroyli so'zlar bo'ldi, konstitutsiya bo'yicha. Endi yoshlar bo'yicha, tarbiyalash bo'yicha, oila bo'yicha endi gap yo'q. Tilga boy, nimaga desan, akademik. Bekardan bekar akademik unvoni berilmaydi. Buni hissasi hammalaringning hissasi. Nima deydi, sizlar ham qanaqadir bunga ijod berasizlar. Mana bugun ko'rishib sizlar bilan hozir amalli fikr qilyapti. Yana bir she'r yaratyapman deb turib, mana shu yerda o'tirib birgalikda. Shu ijodiga yana ham rivojlansin, omad bersin, ha? To'g'rimi? Elimiz, yurtimiz, vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Jannat makon yurtimizni tinchlikda, xotirjamlikda qilin, hayotimizni farovon qilin.
oilamizni barakotli qilgan, farzandlarimizni ko'zimiz quvonchi bo'lishini muyassar aylasin. Yurtimizni turli ofatlardan, balolardan, musibatlardan bizni saqlab, muqaddas dinimizga asl va sof qilib rivojlanib, yurtboshimizni va barcha rahbarlarning xayr ishlariga ibodatkor bo'lsin. Tan jonlarimiz sog' bo'lsin, umrlarimiz uzoq bo'lsin, tan sihat xotirjamlik xonadonlarimizga ayrilmasin. Endi yakunida bitta voqeani barib aytmoqchiman. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev Samarqandda bo'lganda ministr energetika Afg'onistondan kelgan. Kechki payt gostinitsasining oldida 10 ta qo'riqchi bilan turgan ekan. Keyin aytibdi, Zoir Mirzayev bu qo'riqchilarning avtomat bilan turibdi. Bizda O'zbekistonda bu xijolat bo'ladi ko'tarishga. Bu bunaqa mumkin emas. Sen kafolat berasanmi debdi. Beraman debdi. Birgalikda Registonga boribdi. Endi kechqurun shou ko'rsatadimi? Bir piyola choyni ustida, stol ustida bunday ko'rishni boshlabdi. Ko'rgandan keyin ko'rgunicha indamay o'tirishibdi. Keyin Zoir Mirzayev xijolat bo'lib qolibdi. Nimaga bu? Gapirmayapti desa, tarjimon aytdi, yig'layapti debdi. Keyin indamay turgandan keyin qaytishni boshlagandan keyin mehmonxonaning oldiga kelgandan keyin Zoir Mirzayevga qarab aytibdi. 65 ga kirgan. Aytibdi, sen eng baxtli insonsan. Eng baxtli davlatda yashayapsan. Tinch. Shomdan keyin men chiqmayman. Shomdan keyin men oilam bilan bunkerga tushib ketaman. Bunkerda 1 soat iltijo qilaman Xudodan meni uyg'otish uchun. Saharda turib oilam bilan 1 soat iltijo qilaman meni uyg'otgani uchun. Sen deydi, qanaqa baxtli insonsan. Qaranglar, qanaqa tinchlik zamonda sizlar bilan ko'rishyapmiz, yashayapmiz. Bu juda katta ne'mat. Bu ne'matni sizlarning mehnatlari bor. Sizlarda juda katta nima deydi, hissalaringiz ham bor. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Boshqa uchrashuvlar albatta bo'lsin. Rahmat sizlarga. She'r aytamiz, mayli. Ustoz rahmat. Ahmadjon shogirdimiz bo'ladilar, u kishi ustozimiz bo'ladilar. Bu hamma xizmatdosh, qadrdonlar. Bizni endi ustoz juda ko'kka ko'tarib qo'ydilar. Bu narsa hammasi mana shu qadrdonlarni, xizmatdoshlarni xufiyona bir-birimizga qilayotgan duolarimiz natijasi. Sizlarning duolaringiz bilan bu narsalar hammasiga erishib turibmiz. Endi she'r deb qolishdi. Bir GSVgachilar yig'ilib qolganda shu GSVga bir narsa yozdim-da. Shuni o'qib beraman. Ko'zani assam kerakda. Ya bu yangi bu. GSVga xizmat qilganlar. GSVga xizmat qilayotganlarga mana shu qadrdonlarimizga bag'ishlayman. Dunyoni ikkiga bo'lindi. Nafs qullari bilindi. Dedilar dunyoga tinchlik, asl maqsad edi notinchlik. Tilaymiz dunyoga tinchlik, qilishardi buzg'unchilik. Mashqlar ikki tomon, maqsadlari noaniq hamon. Xohlaganlar urush orzusi, miyasida boylik og'usi. Quroldan harbiyga otish, bu degani ulkan yo'qotish. Bobolar Gitlerni yengdi, navbat nima, sizgami endi? GSVga ajoyib tizim, o'shalarga atalgan so'zim. Urush qayda bo'lmas halovat, urushda hech bo'lmas adolat. To'kiladi begunoh qonlar, o'lib ketar qancha insonlar. Xoin har joyda otilar, jonlar xo'p arzon sotilar. Xizmatdoshlar, GSVgachilar, afsus ko'pi ketib qoldilar. 45 yil o'tibdi-ya, ko'plar o'tib ketishibdi. Germaniyada xizmat qilganlar, o'z burchini muhim bilganlar. Yodga olib xizmat davrimiz, xotirlashib yigit davrimiz. Qadrdonlar to'planib mana bugun bayram zo'r shodiyona. Eslashib xizmat davrimiz, bugun o'sha kunga qaytamiz. Har elatdan xizmatdoshlar, turli yurtdan yelkadoshlar.
Maqsadimiz bir edi, vazifamiz sir edi. Doimo shay turganmiz, har nega ulgurganmiz. Shartnomalar buzildi, yangilari tuzildi. Yoshligimiz qoldi germonda, ne yigitlar o'tdi armonda. Germonda xizmat qilolmay qanchasi o'tib ketdi armonda. Endi bundan buyog'ida ham xizmat qilolmay, chunki u davrlar o'tdi. Safimizda ko'plar yo'q, nishon olgan daydi o'q. Ko'plar ajalga nishon o'tishdilar, qoldi nom. Mana bugun yig'ildik, tinchlik qadrini bildik. Bor bo'lsin quroldoshlar, germondagi safdoshlar. Bir-birlarimiz yo'qlashib, xizmatdoshlar yig'ildik. Bizlarni bu yig'ilish ibrat bo'lsin dunyoga. Duoda xizmatdoshlar, tinchlik bo'lsin dunyoda. Mana hozir aytilganda tinchlikka nima etsin? Mana shu sevagani bilasizlar, NATO bu tomonda Varshava shartnomasi bir-biri bilan dunyoni tarozisini mezonini ushlab turganda. Bugungi kunda qanday holat bo'lib turibdi? Ona bugungi hozir aytganlardek osuda yashasak bo'lmasmi degan bir she'rimiz o'sha Jahonxonda kirgani, bu ham tinchlik to'g'risida. Mana prezidentlarimizni sa'y harakati bilan qo'shni davlatlar bilan, mana Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bilan erkin bemalol, mana hozir Qirg'izistonda manaki borib kelishyapti. Kecha yaqinda o'zim ham borib keldim. Borib kelishimiz hattoki ID kartalar bilan borib kelishlar imkoniyat bo'lib qoldi. Mana yaqinda Markaziy Osiyo davlatlarini yig'ilgani, mana kecha prezidentimiz Turkmanistonga borganlari, Markaziy Osiyo davlatlarining rahbarlarini yig'ilgani, bu bir-birlarimizni yanada bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibatimiz ziyoda bo'lib, ahilliklarimiz yanada ziyoda bo'lsin. Mana bir narsani aytamanki, 89-yillardan keyingi payt, oldingi paytda ko'p mana turmushga berilgan To'raqo'rg'ondan bizni bir tog'amizni qizi Olabuqaga kelin bo'lib tushgan.